Bugun sizlar bilan qotib ishlovchi barmoq yoki notta kasalligi haqida gaplashamiz. Notta kasalligi o'zi nima va nima uchun harakat paytida barmoq qotib ishlaydi? Notta kasalligi yoki qotib ishlovchi barmoq bu barmoq payini o'z kanali ichida qisilib qolishidir. Odatda barmoqdagi paylar arqon kabi ishlaydi. Ular ushlab turuvchi halqalar ichidan o'tib, barmoqni erkin bukilishiga imkon beradi. Agar bu yerda yallig'lanish paydo bo'lib, to'qimalar qalinlashsa, paylar harakatida cheklanishlar boshlanadi. Natijada barmoq ishlayotganida qotib qolish yoki ilinib qolish paydo bo'ladi. Notta kasalligining belgilari. Bu kasallikning bir nechta belgilari bor. Birinchisi, ilinib qolish, ya'ni barmoq erkin harakatlana olmaydi, balki sakrab harakatlanadi. Ikkinchi belgi, kaft tarafdagi barmoq asosida og'riq. Ba'zan bemorlar barmoq asosida kichik tuguncha yoki qattiqlashgan joyni sezishlari mumkin. Kasallikning oxirgi bosqichlarida barmoq bukilgan holatda qotib qoladi va uni ikkinchi qo'l bilan yozishga to'g'ri keladi. Notta kasalligining paydo bo'lish sababi. Bu kasallikning bir nechta sabablari bor. Ko'pincha bu qo'ldagi paylarga ortiqcha bosim yetkazish, masalan, qo'l bilan bir xil harakatlarni ko'p marta takrorlash. Ba'zida bu kasallikning sababi yosh bilan bog'liq bo'lgan to'qimalar o'zgarishi hisoblanadi. Shuningdek, notta kasalligi qandli diabeti bor bemorlarda ko'proq uchraydi. Ammo barcha holatlarda asosiy mexanizm bir xil. Pay atrofidagi to'qimalarning yallig'lanishi va qalinlashishi. Bu kasallikda barmoq ichida nima sodir bo'ladi? Tasavvur qilishingiz uchun oddiy misol keltiraman. Tasavvur qiling, arqon halqa ichida erkin harakatlanyapti. Agar arqonning bir qismi qalinlashib, atrofdagi halqa toraysa, arqonning qalinlashgan qismi harakat paytida halqadan qisilib o'tadi. Barmoqda ham xuddi shunday holat yuz beradi. Payning bir qismi qalinlashib, uni atrofdagi kanal toraysa, harakat paytida payning shishgan qismi tor joydan qisilib, sakrab o'tadi. Shu sababli harakat chog'ida barmoq bir lahzaga qotib qolib, keyin esa birdaniga sapchib ketadi. Bu kasallikni e'tiborsiz qoldirish nimasi bilan xavfli? Vaqt o'tgan sari simptomlar kuchayib boraveradi. Avvaliga barmoq harakatida yengil tutilish paydo bo'ladi. Undan keyin bunga og'riq qo'shiladi. Keyinchalik barmoq doimiy ravishda ilinib, qotib harakatlanadigan bo'lib qoladi. Kasallikning oxirgi bosqichlarida barmoq bukilgan holatda qotib qolib, kontraktura rivojlanadi. Shuning uchun muammo kuchayishini kutib o'tirmagan ma'qul. MRT yoki rentgen tekshiruvlari qilish kerak. Ko'p hollarda qo'shimcha tekshiruvlar talab qilinmaydi. Notta kasalligi odatda qo'lni oddiy ko'rikdan o'tkazish orqali aniqlanadi. Shifokor barmoq harakatini baholaydi, paylar sohasini paypaslab ko'radi va bu ko'pincha tashxis qo'yish uchun yetarli bo'ladi. Notta kasalligini davolash usuli. Kasallikning dastlabki bosqichlarida bemorlar dori-darmonlar bilan davolashga urinishadi. Lekin aksar hollarda bu usullar to'liq natija bermaydi. Aksincha, vaqtni o'tkazib yuborish oqibatida harakati cheklangan barmoqda kontraktura vujudga keladi. Ya'ni bu uni butunlay harakatsiz qotib qolishi degani. Yo'qotilgan vaqt esa keyingi asosiy davolanish samarasini pasayishiga olib keladi. Bugungi kunda notta kasalligining eng zamonaviy davolash usuli bu mikroxirurgik operatsiya. Bu kichik operatsiya bo'lib, u muammoning asosiy sababini bartaraf etadi. Notta kasalligida operatsiyaning mohiyati nimadir? Operatsiyaning mohiyati juda oddiy. Jarroh 1 sm atrofida kichik kesma qilib, payni erkin harakatlanishiga to'sqinlik qilayotgan toraygan joyni bo'shatadi. Shundan keyin paylar erkin harakatlana boshlaydi va qotish belgilari yo'qoladi. Bu qo'l mikroxirurgiyasidagi eng ishonchli va kichik operatsiyalardan biri hisoblanadi. U kichik kesma orqali amalga oshiriladi va odatda 10-15 daqiqa davom etadi. Ko'p hollarda operatsiya mahalliy anesteziya ostida amalga oshiriladi. Bemor og'riq sezmaydi va barmoqni harakatlantira oladi. Bu esa jarrohga operatsiya natijasini darhol tekshirish imkonini beradi. Operatsiyadan keyin qo'lni qachon ishlatish mumkin? Odatda barmoqni operatsiyadan keyin 2 va 3 kundan boshlab harakatlantirish mumkin bo'ladi. Bu hatto juda muhim, chunki paylarning normal harakatini tiklashga yordam beradi. Ko'pchilik bemorlar tez orada mehnat faoliyatiga qaytishadi. Notta kasalligi yana qaytalanishi mumkinmi? To'g'ri bajarilgan operatsiyadan keyin kasallik kamdan kam hollarda qaytalanadi. Ba'zan
qandli diabeti bor bemorlarda muammo boshqa barmoqda paydo bo'lishi mumkin. Nima uchun davolanishni kechiktirmaslik muhim? Nota kasalligi vaqt o'tishi bilan rivojlanib boraveradi. Agar kasallik erta bosqichda davolansa, uzoq vaqt davom etadigan noqulaylikni oldi olinadi va barmoqning normal funksiyasi tezroq tiklanadi. Shuning uchun birinchi belgilari paydo bo'lishi bilan mutaxassisga murojaat qilish tavsiya etiladi. Men doktor Ulug'bek, ko'p yillik tajribaga ega qo'l va oyoq mikroxirurgiman. Agar sizda yoki yaqinlaringizda shunday muammo kuzatilsa, vaqtni yo'qotmasdan quyidagi raqamlar orqali bizga murojaat qiling.